Səbəb qılsang süvətdə su toxtaydı. Burunның burnuzda bir bovay var ekan. Onun ikki o'g'li bor ekan. Bu bovay bu ikki o'g'lining kichik vaqtdan tortib o'z yolg'iz beqib cho'ng qipti. Mo'may bo'lsa bu o'g'illar kichik vaqtida tugab ketganka. Shunga bovay bu ikki o'g'lini to'limi ozlab, ish qilolmay cho'ng qipti. Cho'ng bo'lgandan keyin bu bovay bir kun og'rib qopti. Og'rigandimi, bak og'ribdi. Oxiri bu bovay o'g'illaridan ansirabdi-da, ularning qanchalik aqlliqligini sinab beqish uchun ularga bir ish buyuribdi. Balam, uyda faqat suv qolmabdi. Men og'rib qoldim, suv aklanmayman. Sen bu suvatga bir suv akalsangchu, deb cho'ng o'g'lini suvga buyuribdi. U chog'larda uyda-chu turbi yo'qka, o suvni-chu jiroq o'stanlarga berib, o'standan suvni akilib, uyning ichidagi to'ng-to'nglarga quyib oldi ekan-a. Shuning bilan cho'ng o'g'li, bu suvatga qanday suv ichlarman debdi-yu, lekin o'ylanmayla daryo bo'yiga beribdi. Shuning bilan u o'g'li suvatni suvga silib, shundoq ko'tarsa, suvatdagi suv hammasi ko'rqib tushib ketayotganday, deb qo'rqibdi-da. Voy, bu nimish debdi. Yana sopdi. Yana ko'rqib suv tushib ketibdi. Deb qandoq qilsam bo'ladi debdi-yu, lekin oxiri bo'ldi-la. Dadamga bu suvatda suv to'xtamaydi ekan deb baray. Dadam bir amal qilib berar deb orqaga qaytib ketibdi. Shunga uyga kelib, dadasiga bu suvatda suv to'xtamaydiganligini debdi. Buvay bo'lsa, yana bir o'g'liga buyuribdi. Balam, sen berib bu suvatga suv akkagina. Akang akalanmabdi. Sen bir sinab baqsangchu, debdi. Shuning bilan kichik o'g'li nihoyatda hushyor, aqlli ekan. Shuning bilan u daryo bo'yiga beribdi. Shundan suvatdagi nurg'un teshiklarni ko'ribdi-da, bu bola suvatning ichiga jiq o't-cho'plarni sapdi. Anandan keyin daryo bo'yidagi asta loyni ilib, uni tam qilib bu suvatning ichiga surkabdi. Surkab suvatning teshiklarini etibdi-da, anandan keyin u suvatga suv quyibdi. Qarasa, suvatda suv to'xtabdi. Bu bola bek xush bo'lib ketibdi. Endi dadamni ajab xush qildigan bo'ldim-a, deb nihoyat xushal bo'lib, naqsh etgancha uyga qaytibdi. Shuning bilan uyga kelib, suvni ko'zitibdi dadasiga. Dadasi suvni ko'rib, "Barakallah o'g'lim" deb shunchalik xushal bo'lib ketibdi. Dadasi debdi: "Balam, suvatingda suv to'xtabdi. Lekin sabab qilsa, teshik narsadimi suv to'xtalaydi ekan. Bundan keyin har qanday ish qilsanglar, cho'qim kallanglarni o'ylanib, tamkinlik bilan aqlinglarni ishlatib qilinglar" debdi.